qadimiy Abdullaxon va Modarixon oldidagi 160 yillik tarixga ega uyni obzorga kelganmiz. Qani ketdik. Uyni tarixini egalaridan eshitib, o'zgina hayratda qoldim. Tarixda mirshablar qarorgohi bo'lgan va bu haqdagi tarixiy kitoblar borligini aytishdi. Hovlimizga kirib berishdi. Shunda kattagina podval qismimiz, tepada bitta mehmonxona va yana ikkita xonamiz bor. Mehmonxonaga kirib kelamiz. Bu yerdan esa keyingi ikkita xonamizga kiramiz. Yana qo'shimchasiga 17 ga 4 qurilish uchun maydonimiz va boloxona qismimiz ham mavjud. Bu hovlimiz biznesmen akalarimiz uchun uy mehmonxonasi qilish uchun juda qo'l keladi.